O'zbekiston Jumhuriyatining birinchi rahbari, prezidenti kim? 1917-1924 yillar oralig'ida Markaziy Osiyoda bir nechta jumhuriyat, ya'ni respublika tuzumidagi o'zbek davlatlari tashkil topadi. Bular Turkiston muxtoriyati, keyinchalik Turkiston Sovet Sotsialistik Avtonom Respublikasi hamda Buxoro va Xiva Xalq Sho'ro jumhuriyatlari edi. 1924-yildan yuqoridagi har uchala respublika vakillari ishtirokida O'zbekiston Jumhuriyatini tuzish ishlari boshlanadi. 1924-yilning 25-fevralda Buxoroda bo'lib o'tgan yig'ilishda Buxoro Xalq Sho'ro Jumhuriyati raisi Fayzulla Xo'jayev o'z nutqini shunday boshlaydi. Temur va uning avlodlari davrida bir bayroq atrofida jamlangan o'zbek xalqi keyingi asrlarda alohida davlatlarga bo'linib ketdi. Fayzulla Xo'jayev Buxoro, Xiva jumhuriyatlari va Turkiston Avtonom Sovet Sotsialistik Respublikasi asosida O'zbekiston davlatini tiklash haqida gapiradi. 1924-yil oxirida O'zbekiston davlati chegaralarini belgilash va uning hokimiyat organlarini tashkil qilish bo'yicha O'zbekiston Inqilobiy qo'mitasi tuziladi. Unga yana Fayzulla Xo'jayev rahbarlik qiladi. 1925-yilning fevralida Buxorodagi Xalq uyi binosida butun o'zbek sho'rolari qurultoyi o'tkaziladi va unda Fayzulla Xo'jayev O'zbekiston Ijtimoiy sho'ro jumhuriyati tuzilganini e'lon qiladi. Xo'jayev yangi respublikaning Nozirlar kengashi raisi, ya'ni bosh vaziri bo'ladi va bu lavozimda 1937-yilgacha, ya'ni qatag'on qilingunga qadar qoladi. Shunday qilib, O'zbekiston davlatining birinchi rahbari uning tuzilishida katta rol o'ynagan Fayzulla Xo'jayev edi. U davlat rahbarligi bosh vazirdan Kompartiya Markaziy qo'mitasi bosh kotibi qo'lga o'tgunga qadar, ya'ni 1929-yilgacha O'zbekistonni amalda boshqaradi.